Senga nima bo'ldiki? Biror bir podshohlardan yo podshoh saroyidagi odamlardan biror kishi seni chaqiryapti desa, birdan qalbing titrab qo'rqa boshlaysan. O'zingni yo'qotasan, holating buziladi, ishtahing bekiladi. Biror bir odamning gapi qulog'ingga kirmay qoladi. Eng muhim odamlaring ham senga muhim emas bo'lib, hozir o'zim bilan mashg'ulman deysan. Seni u saroy odamlari chaqirgan vaqtda yo badaningga bir azob beradi, bir xatoyingni pesh qilib, yoinki biror bir ish qilgan bo'lsang, ularga manzur bo'ladigan bir ozgina bir dunyo matosidan senga mukofot qilib beradi. Shunga chaqiryapti degan xabarni eshitishing bilan shunchalik qaltirab, ozgina jazo uchun qaltiraysan, yoinki ozgina bir matoyi dunyodan olishlik uchun shuncha qaltirab holating buziladi. Har kuni Allohning jarisi seni 5 marta o'zining ibodatiga chaqiradi. Biror marta qalbing titraganmi shu vaqtda? U chaqirilayotgan narsa seni hamma najoting joylashgan, dunyo va oxiratdagi saodating joylashgan ibodatidir-ku. Agar bu ibodatni to'g'ri bajarsang, misli ko'rilmagan mukofotga dunyo va oxiratda sazovor bo'lasan. Agar bu ibodatni bajara olmasang, misli ko'rilmagan azobga sazovor bo'lasan. Mana shunday bu chaqiruv jiddiy chaqiruvga hayotingda biror marta qalbing titraganmi? Allohu akbar, Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh deb hayya ala solah namozga kelgin, hayya alal falah najotga kelgin degan vaqtda qalbing bir titraganmi? Shunchalik buyruq, jiddiy buyruqqa qalbing titramasdan hayotda bir saroy odamlarining chaqiruviga qo'rqib qalbing titragan bo'lib, shunday yashashliging o'zi Allohning huzuridagi jinoyatingga kifoya qiladi deydi.